25-may so'nggi qo'ng'iroq kelayotir. Go'yo yoshlar 11 yil shu kun uchun o'qiyotir. Yigit u qiz raqs qilsa yarim yalang'och, ruxsat berar ustoz ham fayz kirsin deb bayramimizga tungi kulib ochilgandek go'yo bugun maktabimizga. Sarflamay kelajakka zo'r qilarmiz to'ylarimizni. Tag'in qo'rqib Xitoydan olib qo'yar deb uylarimizni. Xitoy emas, ilmsizlik xavfdir bu narsa aniq. Birlasholmay qaytmasaydik Isrdagi paytlarimizga, u xatolar qaytayotgandek yoshlar bilan maktabimizga. Deysiz bo'lsin bolangda iymon, yaxshi gapdan aytarsiz. Lek yurt asrashni farz degan masjidlardan to'sarsiz. Qizga o'xshab qilpillasa chora ko'rmay ketarsiz. Bu ketishda kimlarga qolib ketar sarxatlarimiz, vatan qadrini o'rgata olmas, raqs o'rgatgan maktablarimiz. Jadidlardan ilm nuri taralgan joyda. O'qimasdan o'ynab kelsa undan ne foyda? Qani ayting tepadagi siyosiy boylar qondirolmas ta'lim degan talabimizni nazoratda qattiq ushlang, yurt tayanchi maktabimizni.